Assalomu alaykum. Xorazm bo'ylab kanalimiz hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana xudo xolasa, Alloh yana Xorazm viloyati Shovot tumanida yo'l o'tdi. Andijondan ekan, Xiyvon ziyorat etib, yana xudo xolasa Makkaga botir ekan. Xudo xolasa inshaalloh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lik yaxshimi? Allohga shukr. Yana nasib etsa Makkaga niyatang. Xudo xolasa inshaalloh. Alloh nasib qilsa, omonatini olmay tursa, sog' salomat yetib olsak, inshaalloh nasib etsa boramiz albatta. Pishkon borgan ekansiz. Borganman. Bu ikkinchisi. Xudo narsa bor. Bor. Hamma yo'q bor. Produktda suv, palatka, sovqatcharimizda bu nimcha bor mana o'zbegimizni. Milliy kostyumlar mana. Nasib etsang. Mana qadriyatlarimiz, milliy qadriyatlarimizni buni ashi o'zga davlatlarga chiqqanda boshimizda do'ppi, ustimizda kostyumlar bilan buni kiysak nima deydi? Haligi bu sovuqdan ham asraydi, keyin o'zbekligimizni, milliy qadriyatlarimizni eslab turadigan an'anaviy kostyumda bunday aytgan. Xudo xolasa inshaalloh Alloh omonatini olmay tursa 7 martaga niyat qilganman inshaalloh. 7 marta bor. 7 marta boraman xudo xolasa. Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi xudo xolasa. Keyingi safar ota bobomiz ot minib borgan ekan. Otda boramiz inshaalloh. Duo qilib tursangiz. Ha, keyingisizga otda ketamiz xudo xolasa inshaalloh. Avvalo Alloh kuch-quvvat berib tursa, xalqning duosi bilan yurtimiz tinch bo'lib tursa, xudo xolasa inshaalloh boramiz albatta. Qayerdansiz? Andijondan eski shahardan. Andijon eski shahar. Vladivostoy degan joydamiz inshaalloh. Ha, Vladivostoy. Hozir Xiyvon ziyorat etib keltirsiz. Ha, Andijondan Xivaga bordim. Ichanqal'aga kirib, u yerda ziyorat qilib, endi hozir Qoraqalpog'istonga qarab yuryapman, xudo xolasa inshaalloh. Qoraqalpog'istondan Qozog'istonga, Qozog'istondan xudo xolasa u yerlarni ham ziyorat qilamiz. Keyin Astraxan, Dagestan, Checheniston qilib u yoqqa o'tib ketamiz inshaalloh. Alloh nasib qilsin. olib qo'ying bizda endi nasib etsa, ko'p bo'lsa. Alloh rozi bo'lsin. Negativchilarga zo'r ish bo'ldi. Xudo xolasa. Yo'q, endi bizlarni podpischiklariga tilagingizni ayting. Akalar, xudo xolasa inshaalloh hammalarga avvalo hayit bayraminglar bilan tabriklaymiz hammalarni. Gap bilan bo'l esdan chiqib qolibdi. O'tib ketgan Ramazon oyi bilan hammalarni shu yerlarga borishlikka, ota-onalarni yelkalaringlarni ko'tarib, Allohning baytini tavob qilishlikka Alloh ro'zai nasib eylesin. Ilohim. Farzandlarimiz 30 bora Qur'on yodlagan murattab qoriyalar bo'lsin. Ota-onasini yuzini yerga qaratmaydigan, Alloh uchun, ota-onasi uchun ibodat qiladigan, vatanini, bayroqlarini ko'klarda ko'taradigan farzandlar bo'lsin ilohim. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar. Alloh o'zi yetkizsin. Bola, chaqa, uy, joy tashvish tugamaydigan. To'g'risida Alloh uchun harakat qilib, xudo xolasa ozgina oilasidan oshinib, endi samolyotda bo'lmasa ham mana sharoit qilib, velosipedda borsa ham bo'ladi. Men endi bir toza qilib niyat qilsanglar, xudo xolasa yetasizlar inshaalloh. Bu ikkinchisi xudo xolasa. Uchinchisida shu otda boramiz. To'rtinchisida yana bir nimadir o'ylab topamiz. 7 marta boramiz, keyin Alloh nasib qilsa ibodat qilib, Alloh kuch-quvvat berguncha yashaymiz inshaalloh. Siz men nomeringizni olib qolaman, xudo xolasa qarshi borgan yeringizni tashab bilasizmi bizlar? Bo'ldi, beraman inshaalloh. Bo'ladi inshaalloh. Instagram kanalida. Bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Nasib etsa, kasangiz mehmon taradagina. Xo'sh ko'rdingiz bizni. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xorazmga kelganimdan beri Xorazm xalqi zo'r ekan. O'tgan safar ham yaxshi ko'rdim, bu safar yana ham yaxshi ko'rib qoldim. Mana bu kostyumni bitta akamiz 500 ming so'mga olib kiydirib oldi. Mana Ibrohim kabob degan kabobchi bu akamiz bor ekan. U akamiz mehmon qilib, bo'ldi, yeyman degancha shashliklar bilan bo'shtirib mehmon qildi. Nasib etsa. Ha, xudo xolasa Ichanqal'ada Spartak degan akamiz bor ekan, uni uyida mehmon bo'ldim. Mehmonxonalari ham zo'r, pul ham olmadi. Demoqchiman, hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q yaxshi. Oshxonalarga kirib mehmon bo'layapmiz, pul bersak olmayapti. Gastinisalarni ham olmayapti. Mana undan tashqari mana qilib chiroyli qilib hamma yo'q bilan ta'minlayapti. Xorazm xalqiga rahmat. Alloh bularni umrlarini ziyorat qilsin. Samarqand, Buxoro, Toshkent, Andijon shu yergacha kelgunimcha hamma yordam berganlarni Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Duoda bo'lib turasizlar inshaalloh. Xudo xolasa sog' salomat videolarni tashab borsangiz, albatta xudo xolasa qo'yib boramiz. YouTube kanalida nasib etsa. Xudo xolasa. Rahmat. Podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Ko'rib borasiz. Hamma Xorazm xalqi nasib turibdi. Avvalo, mana. Olmasak boring, ikkinchisi ekan bu.
Ava, salom ayting. Yana bir bor vatanimizni bayrog'ini Ava, Ka'batullohga borganda yana bir bor ko'tarishlikka Alloh ro'za nasib etsin. nasib Har etsin. bittamizni. Yana. Xudo xolos. Ro'za nasib etsin. Yo'llaringiz bo'laversin. Ha. Ularni duo qilib turasizlar inshaalloh. Mana yo'q. Bandan ham natga turibdi. Endi kam bo'lsam, oz bo'lsam ko'rmaysiz. Yaxshi, ha. Yo'llaringiz bo'lsa, Allohim yo'llaringizni bexatar etsin. Yana. Ikkinchisi ekan 7 marta boraman deydi og'amiz. Nasib etsin. Og'amizning ismi Hoji Akbar ekan, Hoji Akbar. Hoji Akbar yana og'amiz. Og'a, sen yaxshi. Biz ketdik. Ilohim yo'llaringiz bexatar. Bo'ldi, yozib qo'yamiz sizlarga. Mana Instagrammi. Bemalol o'tib qo'yinglar shu Instagram kanalimni. Yana. Xudo xolasa. Yaxshi og'a? Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi.